Assalomu alaykum ahli gruppa, ya'ni Sharituz, Qabadiyon, Eshbek Sattorov plus Jelikul, Qurg'ontepa, Dushanbe. Ana 22-aprelgacha kim yuk bergan bo'lsa, Ismatullaga, mana yuklar yetib keldi. Videodan chiqib ketish bo'lmasin, hali yaxshi aksiyalarimiz bor, buni eshitasizlar. Buni qachon olamiz degan aka-ukalarimizga nasib ham bo'lsa, ertaga, ya'ni 1-may kuni Shahrituz Moshin bozorida yuklaringiz tarqatiladi. Telefonlar hammalaringiz telefonlaringiz yoniq bo'lsin. Sizlarga hammalaringizga yana bir bor telefon qilib chiqadi. Ertalab kelib olib ketishlaringiz mumkin. Ertadan keyin Eshbek Sattorov, Qurg'ontepa, Jilikul shu taraflarda tarqatiladi. Bemalol borib yuklaringizni ertadan olishlaringiz mumkin. Do'stlar, biz yana aksiya qilib berdik. Ya'ni aksiya nima deydik? Ko'p bizning gruppadoshlarimiz, ya'ni podpishchilarimiz aytdiki, hamma aksiya qilyapsizlar, aksiya qilmaysizlarmi deydi. Albatta qilamiz. Kim 300 kilo yuk bersa, bir kishi bitta kodda 300 kilo yuk bersa, bir korobka sobun padarka. 600 kilo yuk bergan insonga bitta telefon padarka. 17 Pro Max, ya'ni Tailand 1 terabayt padarka. 600 kilo yuk berganga, 300 kilo yuk berganga bir korobka sobun padarka. Mana shu ekranda turgan nomerda WhatsApp ham bor, email ham bor, plus hamma narsa bor. Bemalol chiqaverasizlar. 24 soat xizmatda. Salomat bo'linglar.